2026-yilda oshxona mebel yasattirish qanchaga tushyapti degan aka-uka opa-singillarimizga shu ko'rib turgan shinam oshxonalar juda arzon va sifatli chiqqan ustakalamizdan bir boshdan sifatlar narxlarini tanishtirib o'tamiz. Eng asosiysi ustalarimiz arzon bo'ladi, andijonlik ustalar o'zi juda ko'pchilik bo'ladi. O'zbekistonda Pondi mebel bilan ta'minlashadi. Akalarimiz yaxshi tomoni uyingizga borib, oshxona mebel va bundan tashqari barcha turdagi mebellarni uyingizni jihozga chiroyli holatda to'ldirib berishadi. Faqat Ravshanbekdan oldim sanang chiroyli qilib narxlardan o'tib berishadi. Doniyor akamdan hozir xonadonga qilingan ishni bir boshdan so'rab o'tamiz. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka, tushimsiz? Xo'p, aka materiali qanaqa bo'lgan endi bu joyimizni? Materiali akril material. Aha. Ishimiz Aha. yerdan patologgacha 260 bo'lgan. Akrilda bo'lgan. Akril materialda bo'lgan, chekalari rezinoviy kronka bo'lgan. Demak, stanoyda bo'lgan. Ancha munchaga ketmaydi aka, xizmat uzoq bo'ladi. Xo'p, eshiklarimiz nima bo'lgan endi? Vakuummi aka eshiklarimiz? Vakuum chanlik bo'lgan aka. Aha. Yosh bolalar qo'lini qismaydi. Yosh bolalar qo'lini qismaydi, xudo xolasa, yaxshi o'g'il. Kelgan ovozlari ham uncha shovqin chiqmas ekanda. Shovqin chiqmaydi. Zo'r. Xo'p, bu necha metr dedi ishimiz? Yerdan patologgacha 260. Aha. Uzunligi 480. 480. Juda ham zo'r chiqibdi, qaranglar. Hozir mana xonadon egalari qaranglar, mana bu yerda ham suv qoldirib ketishgan, e'tiborsizlik qilib, lekin ishmagan, mana qaranglar. O'sha tepalarda suv har xil narsa to'g'rab, har xil ish qilishgan, lekin haligacha xizmatini qilyapti. Buni mana pastdan ham ko'rsatsak, mana pechatlari ham turibdi. Xo'p, buni nechilik qo'yganmiz endi aka? To'rtlik rossiyskiy stolachniy qo'yilgan. To'rtlikda ish stolimiz zo'r qilib qilib berilgan aka. Aha. Xo'p, aka bir boshdan tanishtirsak, biz obunachilarimizga poganometri nech puldan boshlanadi eng arzoni? 2,5 milliondan boshlanadi. Boshlanib yuqoriga qarab ketaveradi. Yuqoriga qarab, yerdan patologgacha baland qismi ko'tarilgan sari hisobi qo'shib boriladi. Endi ichida misol mo'ykalari, qolgan narsalarni bonuslarni video davomida aytib o'tamiz. Imkon qadar biz obunachilarga ko'proq narsalar qilib berasiz, skidkalar qilib. Inshaalloh. Xo'p, aka mana xaladenlikdan boshlaydigan bo'lsak, xaladenlik agar shu holatda o'ralsa pul hisoblanadimi? Hisoblanadi. Agar mabodo bu o'ralmay tepani o'zi bo'lsa, bonus qilib beraveramizmi aka? Bonus qilib beriladi. Qo'shib berilaveradi. Tepani o'zi bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, chiroyli qilib qo'shib beriladi. Keyin yaxshi tomoni bitta qaranglar, mana ichi ancha chuqur bo'lgan, mana katta jomlar ham ichkariga joylashib ketgan, shunga e'tibor berasizlar. Bu tomonlarga ham polkani ko'paytirib, chiroyli qilib berilgan. Orqasi kafel bo'lganmi endi aka? Kafel bo'lgan, orqasi. Granit deganlarga granit qilib beraveramiz. Pulida ozmoz o'zgarishi mumkin. Razisasi bo'ladi, kelishib qilinadi. Mana bu tomonlarimizda ham qaranglar, chiroyli qilib mana betlarga ham chuqur qilib polkalar qilib berishgan, anchagina narsalar solishaveradi. Bu yerda mana o'zi qo'yiladigan narsalar, yana betlarda mana chiroyli qilib qo'yadigan narsalar qilib o'rab berishgan. Xo'p, mo'ykasi ichida bo'ladimi aka? Mo'ykasi ichida bo'ladi. Shushulka qo'shib beriladi. Mana shu qora mo'ykadan qilib beraveramiz? Qora mo'ykadan qilib beramiz. Shushulka ham bonus. Shushulka bonus. Xo'p, qoshiq, doni ham bonus. Doni bor. Axlat chelalari bonus bo'ladi. Uni ham bonus qilib. Demak, 4 ta 5 ta bonus qilib beraverar ekanmiz-da. Demak, oz-oz foyda, ko'proq klientga ishlash. Qaranglar, mana shu yerdan unumli foydalanib, shu yerga ham polka qilib berishgan. Juda ham chiroyli chiqqan. Mana tepalarimizga polka qilingan. E'tibor berasizlar mana. Juda ham chiroyli chiqqan akalar. Mana shu shulkamiz bu yerda turar ekan. Endi tepa qatorimizga o'sha 1 yilda bir marta ishlaydigan narsalar joylab olishaveradi. Tepani bitta ochib ko'rsatsak bo'ladimi? Ishda egasidan nimasiga qarab turib, tepa qismini ham unga moslab, katta kichik qilib berilaveradi. Berilaveradi. Aha. O'zini ideyasiga qarab turib, qo'shimcha bir biron nimasi bo'lsa, qo'shib ishga olib boraveramiz. Asosiy aka uyda egalari o'sha ayollariga moslab, onalarimizga moslab, bo'ylariga ham bir xil paytda moslab qilib berilar ekan. Keyin aka mana ko'pchilik Novostroyka yo bo'lmasam hovli qurgandan keyin remontdan oldin sizlar chaqirsa, chizmalar chizib berasizlar. Nimaga chizmalar oldindan deganda, misol mana xaladenlikdan keyin mo'ykadan keyin o'sha pishirib keyingi o'tiradigan dasturxon ketadi. Bir xil paytda mo'yka joyi alishib qoladi yo joyi alishib qoladi, hamma yoq teskari bo'lib qoladi. Shuning uchun doim aka-uka opa-singillar jicha ertaroq chaqiradigan bo'lsalaring, o'sha mana razvedkalar o'rnini hisobga chiqariladi, duxovkaniki, kir mashina, bichishga hamma yoqda hisobini olib, chizmalarni qilib beriladi. Keyin aka yana sizlar qanaqa mebellar qilib beraverasiz? Duosi mebel sohasida liboy mebel qilib beraveramiz. Demak, ustol deganlarga ustollarni ham bir yo'lab yuboraverasiz. Yumshoq mebel, yotoqxona mebel. Endi aka 2 xonali uyda mebelga to'ldirilsa, arzonroq qilib berasiz. Misol, ob'yom kattalik uchun bonuslar qilib beramiz. Uyda egasi kamida 5-600 ming dollar yutadi. Atrofdan ko'ra ko'chadan olib keladigan bo'lsa, anchagina arzon tushadi. Zo'r, qaranglar. Shu xonadonimiz nech pulga tayyor bo'ldi? Nech puldan qilib berdingiz kvadratini? Paganometri 2 million 800 mingdan bo'lgan.
Aha. Shu turishi nech pul atrofi chiqdi? Bitta kalkulyatorga hozir tushib beramiz. Hozir hisobladik. Nech pul bo'pti aka shu turishi? 13.800.000 ming so'm. Aha, ichida endi nimalar bo'lgan? Shuni ichida bonuslar, mo'yka, shushulka. Buning ichida mo'ykasi, shushulkasi. Aha. Hop, pullar. Aka, narxi nech pul atrofida bo'lgan endi общий? Общий paganometr 2.800.000 mingdan 480 yerga bo'lgan 13.400.000 mingga bo'lgan. Bo'lgan-a? Buning ichida xudo olsa mo'ykamiz, shushulka, axlat chelak, qoshiq pardon, shushulkalar bo'lgan. Ichida bo'lgan. Ichida bo'lgan. Endi uyda egalari xohishiga qarab bitavoy texnikalarni olib kelib bering desa, vitishka va qolgan narsalarni, gazlarni optim joydan olib berilaveradi. Foyda qilmasdan undan olib berilaveradi. Asosiy siz istagingizga qarab ranglari, krashinni NDF deysizmi, yomonsa akril deysizmi, barcha turdagi oshxona mebellarni ustalarimiz yasashadi, chunki shu soha bo'yicha ish qilishadi. O'zbekistonda 12 ta viloyatga xizmatlar bor. Siz Samarqanddan, Vohadan qatdan bo'ladigan bo'lsangiz ham chiroyli holatda dastlabki ustanovkalar imkon qadar ichida qilib, chiroyli qilib beriladi. Qo'shni davlatdagi ukalarimizga ham xudo xolasa chegaradan o'tib Qirg'iziston, Tojikistonlarga ham kelishgan holda narxini o'sha chiroyli qilib berilaveradi. Ekranda nomerlar bor, aloqaga chiqinglar. Agar siz musofirda turgan bo'lsangiz bittadan like bosib, uydagilaringizga shunaqa oshxona mebel va mebel qilib bermoqchi bo'lsangiz, bemalol aloqaga chiqsalaring, kartadan to'lov qilsalaring, sizni nomingizdan borib chiroyli holatda shunaqa oshxona mebellarda akalarimiz chiroyli qilib yasab berishadi.